Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Yaqinda Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Taylandda qamalib yotgan 300 ga yaqin Uyg'ur musofirni Turkiyaga qabul qilganligini bildirgan. Türkiye hükümetinin bu kararı xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qarshi ilishiga erishdi. Ma'lum bo'lishicha, o'zlarining turk ekanligini ilgari surgan bu musofirlar bu yil 3-oydan buyon Tayland soqchilari tomonidan tutib turilmoqda. Tayland doiralari ularning Xitoydan qochgan Uyg'ur musofirlari bo'lishi mumkinchiligini ilgari surgan. Agarda Türkiye hükümetinin ularni muvaffaqiyatli holda Turkiyaga ilib kelib o'rinlashtirish plani amalga oshsa, bu 1960-yillardan buyon zo'r sondagi Uyg'ur musofirlarining ikkinchi qitim Turkiyaga kollektiv yerlashtirishi bo'lib qoladi. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Rabia Qadir xonim Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida Xitoyning to'sqinligini yana bir qitim yengib, Uyg'urlarning ovozini anglatgan. Rabia xonim boshchiligidagi Dünya Uyg'ur qurultiyining rahbarlik hay'ati Jenevada ochilgan 9-navbatlik Uyg'ur rahbarlarini demokratiya, kishilik huquq bo'yicha tarbiyalash kursini oxirlashtiribla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'iniga qatnashgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumat hay'ati Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Rabia Qadir xonimning BDTning Jenevadagi binosida chaqirilgan 7-navbatlik osonliq millatlar munbirida so'z qilishni to'sashga uringan. Halbuki Rabia Qadir xonim va Dünya Uyg'ur qurultiyining vakillari Xitoyning to'sqinligini yengib, yig'inda 3 minutlik so'z qilish fursatiga erishgan. Uyg'ur xalqining ovozini yana bir qatim anglatgan. 25-noyabr kuni Ilham To'xtining 7 nafar o'quvchisi Urumchida yepi qoldi sotlangan. Xitoy doiralari yepi sotining tafsilot haqida hech qanday xabar bermagan. 7 nafar sotlanguvchining intayin oz sondagi bevosita tuqqanlardan boshqa hech qanday kishi sotga qatnashtirilmagan. Shu kunki sotda ularga jazo hukmi e'lon qilinmagan. Ilham To'xtining advokati Le Fanping bu 7 nafar o'quvchiga davlatni parchalash jinoyati bilan 15 yildan tuvan muddatli qamoq jazosi berilishi mumkinligini faraz qildi. Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetining bu 7 nafar o'quvchisi ilgari Ilham To'xtining sohibligidagi Uyg'ur biz tor bekitida xolisan ishlagan. Ular bu yil 15-yanvarda o'qituvchisi Ilham To'xti bilan birga tutqun qilingan edi. Ma'lum bo'lishicha, 14-noyabr kuni Chapchal Noyilik taftish mahkamasi mazkur noyadagi yeridan ayrilgan 2 nafar Uyg'ur arzdorni rasmiy qo'lga olganligini jaqalagan. Ma'lum bo'lishicha, doiralar Qurbonjon Mehmet, Yasinjon Mehmet qatorliq 2 Uyg'ur arzdorni hukumatning irodasiga qarshi chiqqanligi va chet el radiosining ziyoratini qabul qilganligi uchun qo'lga olgan. Qurbonjon bilan Yasinjon 2008-yildan 2011-yilga qadar majburiy tortib olingan yerlari uchun tinimsiz da'vo qilib kelgan. 2012-yil 3-oyga kelganda doiralar ularni dehqonchilik yerlarini qonunsiz egallab olgan degan jinoyat bilan ayrim 3 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilgan ham jazo muddatini 4 yilga surib nazorat ostida ijro qilishni tasdiqlagan edi. Halbuki yaqinda Chapchal Noyilik taftish mahkamasi ularni qaytadan qo'lga olib qattiq jazolashni o'tirg'a qo'ygan. Yaqinda ma'lum bir Uyg'ur tor bekitida muqimlik xizmati uchun asos qatlamga tushirilgan bir Uyg'ur kadrining janubdagi kentlarda ko'rgan bilganlarim nomli yozmasi e'lon qilingan. Mazkur yozma e'lon qilingandan keyin minglagan tor kezarlar torg'i inkos yozib, janubdagi yezi kentlarda Uyg'ur dehqonlari duch kelayotgan og'ir qismatlarni fosh qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yilning boshlaridan buyon doiralar Uyg'ur avtonom rayonlik idoriy jamiyatlar shuningdek har soha, har kasb bo'yicha 200 mingdan ortiq xodimni atalmish muqimlik xizmati bo'yicha asos qatlamga tushirgan. Halbuki mazkur yozmani e'lon qilgan Uyg'ur kadr tuvanga tushgan 100 minglagan kadrning janubdagi kentlarda hech qanday amaliy xizmat unimiga erishamaganligini ilgari surgan. Uyg'ur elining o'xshamagan joylaridan ziyoratimizni qabul qilgan dehqonlarmi bu ahvolning rostligini dalilladi. Yaqinda Qozog'istondagi Uyg'ur yozarlaridan Hamid Amrayev 20-asr Uyg'ur siyosiy tarixi haqidagi tarixiy romani G'ulj yo'lini rus tilida yozib nashr qildirgan. Egallashimizcha, Qozog'istondagi Uyg'ur siyosatshunosi va atoqli ilmiy asarlar tarjimoni Hamid Amrayev apandi Yatso Uyg'urlarining 20-asrning oldingi yarmida beshidan kechirgan qismatlarini tarixiy roman shakli bilan yoritishga kirishgan. Onun bu temedeki G'ulj yo'li nomli tarixiy romanining oldingi 2 tomi Olmaotadagi Mir nashriyati tarafidan yaqinda nashr qilib tarqitilgan.
Köp qismga pezish planlangan mazkur tarixiy romanning birinchi tomi 1916 yildan 18 yillar orasida Yetsu vodisidagi Uyg'urlar hayotida yuz bergan siyosiy fojialarga bag'ishlangan. Romanning ikkinchi tomida 1919 yildan 21 yillardagi O'rta Osiyo Uyg'urlari hayotida yuz bergan siyosiy voqealar va ijtimoiy o'zgarishlar tasvirlangan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.